Kelingizin yotishingni qara. Ana to'yirni bolasini qara, uyga yetim olib kelib boqyapti. Qancha savobga qolyapti. Sen yotishingni qara. Nima endi dada, men ham yetim olib kelay bu uyga. Olib kela olasanmi? Qo'lingdan keladimi? Bo'ldi, zo'rdan topib olib kelaman dada. Zo'r yetim olib kelaman. Mana dada, qip-qizil yetim olib keldim. Ya, sariq-ku bu. Metiskada bu. Ismi Umidjon. Orzuyim shunaqa velikni bir marta haydash edi. Maylimi bir marta haydasam dadajon. Voy, dadajon degan tilingdan. Ola qol bolam, ola. Hozir kelaman dadajon. Zo'r yetim olib kelibsan. Yeysan, yotasan, ha? To'yirni bolasini qara, ertalabda shudgor qilyapti. Shu to'yli bolasini ham bor-ku. To'xta. Ha? Umidjon kelmadimi hali? Men qayerdan bilay, bolajoningizni-ku. Qayerda yuribdi ekan bu? Erta bilan turaman. Ha, to'yli bolasi. Jonga tegding sen. Namuncha ertalabdan turib shudgor qilyapsan. Dadam ertalabdan ish qilsak baraka bo'ladi degan. Obedda tur, iltimos. Menda tinchlik bo'lmayapti. Obedda tur. O'g'iltoy, Ha, otam Nurim. katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Prokuror. To'yirning bo'lmasa, prokurormish. Harakat qilmaysanmi? To'yirni bolasini qara, qo'y boqib harakat qilib yuribdi. Amal ham katta bo'lsa sizni boqaman. Qo'ymanmi boqasan? Ey, to'xta. Umidjon qani biladi? Bilmayman, kelgani yo'q. To'yini bolasi, muncha mehnat sevarsan, ha? Bor qo'yini boshqa joyda boq, meni uyimni oldida boqma. Qayerda boqay? Bilmayman, dadam ko'rmaydigan joyda boq. Spetsialni qilyapsanmi? Ha? Ha, Dada diskimni ko'rmadingizmi? ko'rdim qanaqa disk ko'rayotganingiz, o'g'iltoy. To'yirni bolasini qara, ko'zi ko'karib kaltaga yeb ketdi. Disk ko'rib o'tirishingni qara. Hozir kaltaga yeb kelaman. Umidjondan xabar yo'qmi? Kimdan kaltak yeding, men ham yeb kelay. Qo'yni ballaridan. Qattiq urmaydimi? Sal og'riydi. Men ketdim, yeb kelay. O'g'lim, shunaqa ko'zing ko'karib yotaver. Ana Toyirning bolasini asrab olgan yetimini qara. Endi men bildi ya bilan. Uy yutyapti, uy. Bizni yetim qani? Umidjon qani? Toyimni bolasi, zanjirband qo'rding. Qanday yutding uyni? Kechamga eski Uzcard kartochkam bergandim. Kartani uyg'ot aksiyasida qatnashib u yutib oldi. Endi Uzcard hamma aksiyalarda o'ylayib qatnashamiz. Orzuyim shunaqa boshim chalib bir marta haydash edi. Tanish ovoz. Bir marta haydasam maylimi dadajon. Tezda qaytib kelaman dadajon. Umidjon! Velik qani Umidjon? Keldi Shohruxxon keldi gilamga. Biz to'yxonaga kelmadik-ku. Ha, to'y ertaga. Bugun ujin qilaylik sen bilan. Pulini beramiz Shohruxxon, seni yaxshi ko'radi. Shohruxxonmi? Sal shoshimanda shunga tegsam bo'lar ekan. Bori qolalaqa. To'y ertaga kim kiydirdi bunga oq ko'ylakni loy qiladi? Ha kim bu? Alqishma. Shohruxxon-ku jinni. Ha kiyib shunab chaqirasan. Pul berdingmi bunga? Yaxshi. Voy bil. Ibi kayvon yanga. Ya, Shohruxxonmi? Oilalang bolam, anglar to'ylarga yetkazsin. Maylimi, sizlarni ham anglar tortdim manglar. Mana qishloqdoshlar Shohruxxon akam bizdan tualetdan chiqdik. Unda Shotda ham olasizlarmi? Shotda ham olasizlarmi? Ichkarida olish kerak. Sal kibri bor ekanmi deyman. Sharmanda qilding odamni. Shartdan videoga olasanmi? Qara ichkarida videoga oldim. Qora gamash kiygan. Ha, qora ekan. Qora. Shohruxxonni qo'liga suv qo'yapman, qaranglar. Shuning o'rnini Anvar Sanoyev chaqirsang bo'ladi-ku. O'zing chaqirsa to'yingga qol. Chaqiraman. Sen to'yingga it ham kelmaydi. Shoha? Televizordan ko'ra hayotda ancha chiroyli ekansiz. Sal shoshibman-da. To'y qol. Bir qo'l qilasan. Shohruxjon mashda yotasan. Mana bu kim yotadi? Bu yerda mehmonlar yotadi. Nima san deb hamma ko'chada yotsinmi? Yot Shohruxjon. Olayman, yot. Tak, Shohruxxon yoniga kim yotadi? Yonida yotish 200 ming. Bo'ldi. 200 mingmi? 50 ming bersam bo'lmaydimi? 50 mingga quragini emishmisan ko'chan. 75 ming pulim bor. Bo'pti, oyoq tomonda yotasan, davay kir. Menda karta edi. Karta bilan bor Mirjalol Ne'mat bilan yotasan. Bo'y qol. Qarachima ketdim bo'pti.
To'yingga ham. Nima bo'lyapti? Men bir kunga to'yga kelganman. Bilaman Shohruxxon. Bizning maqsadimiz sen bilan ujin qilib, sen bilan yaqindan tanishishdi. Ketma Shohruxxon. Aka, men bilan ujin qilmoqchi bo'lsangiz, Mobius kompaniyasini 5-yanvargacha Mazda yangi yil tarifiga ulanib, men bilan o'sha ujinni yutib olsangiz bo'ladi-yu. Yo, shunday qilsa bo'ladimi? U tarifning ichida yana nima bor? Cheksiz qo'ng'iroq va megabaytlar. O zo'ra kanka. Men ketdim. To'xta Shohruxxon, bitta iltimosimiz bor. Shu kichkina bizneschamiz bor, kolbasa ishlab chiqaramiz. Shuni reklama qilib ber. Shu bilan qutulamanmi? Keyin ketasan. Ol, Abdulla akamning kolbasalari zo'r. O'rtoqlar, Abdulla akamning kolbasalari juda zo'r. Tatib ko'ring. Молодец, молодец. Hozir Allo. O'lgan mol? 3 kun bo'libdi, kolbasa qo'shsak bo'ladi? Hey, nima deyapsiz? Videoni o'chiring, nimalar qo'shib tashlagansiz buning ichiga? Nima o'chiraman? Baribir sen meni kolbasamni yemaysan-ku. Sen baribir shaharda sifatli kolbasa yeysan. Yeysanmi menikini? Kolbasa. Dastavka olib keldim. Siz? Ne? Kim ekan u? Zapa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajakka yo'q tungi kapalak esiz. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'shtaymi? Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi. Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. Что за шум? В чем дело? Kim edi bu qari tullak? Guadalupaning onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupaning onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldim, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovli qilib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Yo, o'zingni unaqang yo'q bola. Ana qildim-da. Mayli, iftorlik kamlar aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina unaqa qitir qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kolbasa-palbasalarni unaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, ana nima qilamiz shunda? Yo, hali unaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga ana qilmadingiz-ku? Yo, men unaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib unaqa qilib tashlashing bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha ana qilaylik dedim. Ana nima qilding? Ana tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana Babi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida anaqa qilingan ekanda bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni? Bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Sizlar ana oila edinglar-ku, ha?
qo'shni bir oy oldin anavi oluvdingiz, anavi qiling endi, anavi bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Anavi qilmay, qo'shni anavingizga siqsa anavi qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgin, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim. Aman aka, ketdik. Oshna, shu nonni qanchaga olding? 5000 dan 10 ming. 5000 dan donasi. Qara, bir qup un olyapti, suv solyapti, tuz solyapti, 5000 dan sotyapti. Birga bir qolyapti lekin. Tirikchilikda endi. Normal foyda qilyapti lekin. Yuri, Shu mo'ykachilar qancha oladi? 200 ming oladi. Qara. Shu suv sepyapti, shampun qilyapti, artyapti, 200 ming olyapti. 10 ming rasxod qilib 190 ming topyapti. O'ziga yarasha mehnati bor bunda. Oson topyapti jo'ra. Nima deganing? Suv bunday qilyapti-da, bunday qilyapti, 200 ming olyapti. Majura maza qilamiz. Nima olib chiqding? Chempionsingiz. Buni Samarqandda chiqayotganmi? Navoiyda ham, Buxoroda ham, Qarshida ham bor. Lekin yomon soqqa qilyapti shular bor. Shular kalmasani olyapti, keshyapti, nonni o'rasiga tiqib sotyapti. Молодец. Nima deyapsan? Tep ko'rgin, buni mazasini bilasan. Bismillahirrohmanirrohim. Yigit tamchasi zo'r ekan. Zo'rda chempionsin. Молодец, qanday ursan? Oshna qancha oylik olasan? 6 million. Nima qilasan pulni? Ayamga beraman. Ayam yomon soqqani qilyapti. San tugyapti, voyaga yetkazyapti, lekin soqqa uryapti. Apaynikini oladimi? To'nga tegdingga hamma narsani hisob-kitob qil. Yo'qoldi. Hayot hisob-kitoblik, hayot hisob-kitoblik. Bu turishimiz hisob-kitoblik. Yashashimiz hisob-kitoblik. Hamma narsa hisob-kitoblik.